Qadrdonlar, assalomu alaykum hammalaringga. Bugun sizlarga zo'r foydali layfhack ko'rsatamiz hozir. Qo'yda junni olayotganimizda mashinamizning tishi o'tmaslashib qoldi. Olishimiz qiyin bo'lib ketdi. Endi biz buni chalatish uchun transport ovora qilib, qayergadir borib chalatib kelishimiz kerak. Shuni bir oson yo'lini sizlarga men ko'rsatib beraman hozir. Nulovka jilbir qog'oz, najda qog'oz, nulovkasi, keyin tagiga shunga o'xshagan tekis taxta qo'yib turib, jilbir qog'ozimizni qo'yamiz. Endi buni bir-biriga ishqalanadigan tarafini jilbir qog'ozimizga qo'yamiz. Xuddi shuna qilib, hamma yog'i tegan holatda jilbir qog'ozga ishqalaymiz endi. Xuddi shu holatda ishqalanaveradi. 3 minut, 4 minut holatiga qarab ishqalaverasiz. Bunisini ham xuddi shu holatda barmoqlarini xuddi shu holatda qo'yib, jilbir qog'ozga bu temirni hamma yog'i bir xilda tegib turish kerak. Mana do'stlar, xudo xolasa tishlarimiz ham o'tkir bo'ldi. Endi bemalol qo'ydi junini qiynalmay olaveramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, qo'yib bor tanishlaringga jo'natib qo'yasizlar. Gaplashamiz.